Do'stlar, 30-iyundan boshlab Rossiyaga kirish uchun QR kod kerak bo'ladi. Bu yangi tizim haqida bugungi videoda batafsil. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hozirda dolzarb bo'lgan mavzu shu 30-iyundan boshlab Rossiya hududiga vizasiz davlatlardan kelgan chet el fuqarolari maxsus ilova RUID orqali ro'yxatdan o'tib, QR kod olib, keyingina kelishi talabi kiritilgan. Bugungi kunda, mana bugun 17-iyun, haligacha ushbu ilova hech qayerda yuklangani yo'q. Berilib turgan ma'lumotlarga qaraganda ushbu ilova 30-iyunga yaqin paydo bo'ladi. Lekin hozirda shu ilovadan qanday ro'yxatdan o'tish haqida instruksiya bor. Shu haqida sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Endilikda yangi qoidalarga binoan 30-iyundan boshlab Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lsangiz, 72 soat oldin siz RUID ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, buning uchun sizda Gosuslugi akkauntingiz bo'lishi kerak. Agarda sizda Gosuslugi akkaunt bo'lmasa, birinchi navbatda Gosuslugidan ro'yxatdan o'ting. Agarda siz Rossiya territoriyasidan tashqarida bo'lib, sizda Gosuslugi bo'lmasa, maxsus sizlar uchun videorolik tayyorladik, qanday qilib Gosuslugidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Xo'p, Goslugida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, siz RUID ilovasini yuklab olasiz. Bu yerda shu Goslugi akkauntingiz orqali kirasiz RUID ilovasiga. Bu arizada shu Goslugida ko'rsatilgan pasportingiz, Zagran pasportingizni ko'rsatasiz. Ushbu RUID ilovasida albatta Zagran pasportingizni ko'rsatishingiz kerak, chunki ushbu hujjat bilan siz Rossiya territoriyasiga kirib kelasiz. Bundan tashqari siz arizada Rossiya territoriyasiga qaysi maqsad bilan kelyap turganingiz, masalan, ishlash, частный, gosti albatta ko'rsatishingiz kerak. Qancha muddatga kelyapsiz? Qaysi hududga kelyapsiz? Ushbu ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Va bundan tashqari siz biometriyani ham ushbu ilovadan o'tkazishingiz kerak. Biometriya bu sizni ovozingiz, yuz rasmingiz va pasportingizni ham rasmi. Ushbu ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin arizani yuborasiz va Rossiyaning ichki ishlar tomonidan sizning arizangiz o'rganib chiqiladi. Agarda sizga nisbatan Rossiya territoriyasiga kirishga zapret bo'lsa, sizga QR kod berilmaydi. Agar sizda hech qanday muammo bo'lmasa, sizga QR kod keladi va ushbu QR kodni chegaradan o'tib turganingizda pasportingizga qo'shib ko'rsatishingiz kerak. Ushbu ilovadan kim ro'yxatdan o'tish majbur emas? 6 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan farzandlaringizni arizasini siz o'zingiz to'ldirgan arizada shu farzandlaringizni kiritib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ular alohida o'zlari to'ldirishlari shart emas. Rossiyada mehnat muhojirlariga eng kerak bo'lgan davlat xizmatlari bilan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Rosmigrant ilovasini yuklab olinglar. Rosmigrant ilovasi orqali siz o'zingizni shu reyestr kontrolyerumi qilingiz. Sud ijrochilari tomonidan qo'yilgan zapretlar, shtraflar, mashina haydasangiz, sizning mashinangizga shaxsiy shtraflar va boshqa ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, shu yerdan Rosmigrantga silka chiqadi, yuklab olinglar va ishlatinglar. Shunday qilib, endi 30-iyundan boshlab Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lgan chet el fuqarolari, imini vizasiz davlatlardan ushbu RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tib ariza to'ldirishlari shart bo'ladi. Do'stlar, shuni yana eslatib o'tamiz. Bu ilovadan o'zingizni tekshirish uchun nafaqat 72 soat oldin siz, balkim bundan oldinroq, vaqtliroq, masalan 1 oy oldin, 2 oy oldin ham ariza yuborib ko'rib, o'zingizni tekshirib ko'rish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Agar mabodo siz tezkorlik bilan srochni Rossiyaga kelishingiz kerak bo'lsa, masalan kimdir yaqiningiz vafot etdi yo bir davolanishingiz kerak bo'lsa, bunday holatda 4 soat oldin to'ldirish imkoniyati beriladi. Ha, albatta, sizda agar uzrli sabab bo'lsa, sizda bir tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Masalan, bir kimdir vafot etgan bo'lsa, bir bolnitsadan hujjat. Ushbu hujjatlarni siz chegara xodimiga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Xabar berilishicha, ushbu RUID ilovasi orqali Rossiya territoriyasida shu migratsiya sohasida ichki ishlar bo'limlariga yozishingiz mumkin va bir qator davlat xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu qoidalar hozirda eksperiment sifatida ishlatilmoqda. Qanday amalda ishlaydi hozircha noma'lum. O'ylaymizki, hech qanday muammolar yuz bermaydi. Ha, do'stlar, shunga o'xshash tajriba koronavirus vaqtida ham bo'lgan. O'sha vaqtlar Rossiya territoriyasiga kelish uchun maxsus ilovaga siz spravkangizni yuklab QR kod olishingiz kerak bo'lgan. Shuning uchun ushbu qoidani bir yangilik deb aytib bo'lmaydi, chunki bunday tajriba уже koronavirus vaqtida bo'lib o'tgan. Bir tomondan ushbu yangiliklar shu Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lganlarga qulaylik yaratadi, chunki agar sizda zapret bo'lsa, ko'pchilik shu aeroportga kelib aniqlardi. Hozirda endi uydan chiqmasdan turib shu ilova orqali aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Shunday qilib do'stlar, hozirgi kunda ushbu ma'lumotga tegishli bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat. Agarda sizda biror bir savollar qolgan bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.